Assalomu alaykum. Mana bu kavrak mahsuloti, kavrak tabiiy o'simligini tog' yomg'irlarda o'sadigan bu o'simlikni mahsulotini hozirgi paytda keng ommaviy ravishda ichib kelinmoqda. Shu qatorida men ham shu preparatni bahor oyidan beri 3 oy mobaynida ichdim. Undan keyin ozroq dam oldimda, yana hozir icha boshlaganman. Lekin buni tarkibidagi bo'lgan o'sha asafetida mahsuloti sof toza. Bunga men amin bo'ldimki, chunki bu toza mahsulot tarkibida ortiqcha boshqa moddalar qo'shilmagan bunga. Bu mahsulot asosan o'zi yovvoyi holda o'sadi. Buni hozirgi paytda plantatsiyalar qilib ekishadi, lekin men bunga doim e'tibor berib yuraman shu preparatga. Keyin bu preparatni ishlatgandan keyin hech qachon siz sun'iy yoki kimyoviy